Rost yoki yolg'on, mif ili pravda. Bugun shu temani ko'taramiz inomarka haqida. Birinchisi Eco sticker haqida. Уже давно men video qildim va GAI xodimlari ham video chiqargan. Bularni yiliga, mas, sostoyaniyaga va выхлопной sistemaga qarab stiker qo'yiladi. Bizaniki mashinalar esa hammasi Euro 2 dan plus. Inomarkalarda pnevmopodveskali bo'ladigan bo'lsa, pnevmasi qimmat turishi. Yo'q, bu mif, bu yolg'on. Ja qimmat turmaydigan narsa nari beri bitta donasi $200-300 atrofida. Kraska rol o'ynamaydi deyshadi. Yo'q, bu yolg'on, bu mif. Inomarkaga albatta kraska rol o'ynaydi. Misol uchun, sizlar nima olgan bo'lardinglar? Sepilgan mashina olgan bo'larmidinglar yoki kraskasi toza? Lichno o'zim, конечно, tozasini tanlayman. Приятный-ku tozasi haydasanglar. Inomarkani motori gaz ustanovka qilinsa, motori uladi deyshadi. Bu yarimi rost, yarimi yolg'on. Misol uchun metan to'ppa-to'g'ri shu gapga qo'shilaman. Lekin propan bo'ladigan bo'lsa, men даже naborot tavsiya qilaman. Bu motorlarga propan zo'rida o'rnatsanglar, chunki propanda oktanovoy chislo ancha baland bo'ladi. Любой inomarkani zapchast topish qiyin deyshadi. Bu katta yolg'on, katta mif. Bugun kuniga данный moment necha yildan beri inomarkaga zapchast muammo yo'q. Farxatskiy to'la zapchast, ja defitsitro zapchast bo'ladigan bo'lsa, Dubay, Moskva, Qozog'istonda bir kun, 2 kun ichida любой zapchast sizlarga olib keltiradigan bolalar bor. Oxirida sizlarga eslatmoqchiman. Dubay avtosaloniga kelgan klient bizdan mashina olib ketgan klientini hech qachon tashab ketmaymiz. Обязательно nimadir muammo joylari bo'lsa, telefon qilasizlar, qo'limizdan kelsa, zapchastga ham, dokumentatsiyaga ham, переоборудованиеga ham, qayta jihozga, restyling qilib, tuning qilib, hammasiga qarashib boramiz. Tak что hammaga omad, hurmat bilan Dubay avtosalon jamoasi.